Assalomu alaykum. Men Akbarjon Mirzayev, Akfa Medline universitet klinikasida ortoped shifokor bo'lib ishlayman. Ushbu videoda avaskulyar nekroz yoki oddiy qilib aytganda suyakni ichidan yemirilish haqida eng ishonchli va ilmiy asosga ega zamonaviy tibbiyotdagi ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishamiz. O'zi avaskulyar nekroz qanday kasallik, kimlarda uchraydi, belgilari, tashxis qo'yish va davolashning yo'llari qanday? O'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun ushbu kasallikka oid savollarga javob izlayapsizmi? Biz aynan shu maqsadda sizga eng ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish uchun shu yerdamiz. Avaskulyar nekroz yoki suyak yemirilishi bu suyak to'qimasiga qon yetib kelishini buzilishi natijasida suyak hujayralarining nobud bo'lishi bilan kechadigan kasallikdir. Avaskulyar so'zi qon tomir yetishmovchiligi, nekroz esa to'qimaning nobud bo'lishi degan ma'noni anglatadi. Suyak hujayralari doimiy ravishda qon orqali kislorod va oziq moddalar oladi. Agar biror sababga ko'ra qon oqimi to'xtasa yoki kamayib ketsa, suyak asta-sekin yemirila boshlaydi. Vaqt o'tishi bilan suyakning shakli buzilishi, bo'g'im yuzasini cho'kishi va og'ir artroz rivojlanishiga olib keladi. Avaskulyar nekroz ko'pincha chanoq son bo'g'imida uchraydi, ammo tizza, yelka, to'piq va bilak bo'g'imlari ham bundan mustasno emas. Kasallikni dastlabki bosqichlarda hech qanday belgi bo'lmasligi mumkin. Shu sababli ko'pincha bemorlar kasallik rivojlanib ketgandan keyingina shifokorga murojaat qilishadi. Eng ko'p uchraydigan belgilar: bo'g'im og'rig'i, harakat qilganda og'riqning kuchayishi, keyinchalik tinch holatda ham og'riq paydo bo'lishi, oqsoqlanish va bo'g'imning harakatini cheklanishi. Chanoqson bo'g'imi zararlanganda og'riq ko'pincha chov, son yoki dumba sohasida seziladi. Avaskulyar nekrozning kelib chiqish sabablari qanday? Ba'zi holatlarda kasallikning aniq sababi topilmaydi, ammo quyidagi omillar uning rivojlanish xavfini oshiradi. Birinchisi, uzoq muddat yuqori dozada steroid dorilarni qabul qilish, jumladan COVID-19 infeksiyasi va uning davolashda qo'llaniladigan yuqori dozali kortikosteroidlar ham xavfni oshirishi aniqlangan. Spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, aniqrog'i haftasiga 400 ml dan ko'proq spirtli ichimlik ichish. Son suyagi yoki boshqa suyaklarning sinishi va chiqishi, qon kasalliklari, autoimmun kasalliklar, radiatsion davolanish, organ transplantatsiyasidan keyingi holatlar. Ushbu kasallikni vaqtida to'g'ri davolanmasa, kasallik asta-sekin kuchayib boradi. Suyakning cho'kishi, bo'g'im yuzasining deformatsiyasi, og'ir osteoartroz, doimiy og'riq, harakatning keskin cheklanishi, sun'iy bo'g'im, ya'ni endoprotezlash amaliyotiga ehtiyoj tug'dirishi kabi asoratlar rivojlanishi mumkin. Kasallik erta aniqlansa, ko'plab bemorlarda bo'g'imni saqlab qolish mumkin. Avaskulyar nekroz qanday tashxis qilinadi? Tashxis qo'yishda shifokor bir nechta ma'lumotni baholaydi. Birinchisi, bemorning shikoyatlari, keyingi kasallik tarixi, ortoped ko'rigi, qo'shimcha tekshiruvlar. Kasallikni aniqlash uchun quyidagi tekshiruvlar qo'llaniladi. Rentgen tekshiruvi kasallikning kechki bosqichlarida suyakning cho'kishi va bo'g'imdagi o'zgarishlarni ko'rsatadi. Ammo dastlabki bosqichlarda rentgen mutlaqo normal bo'lishi mumkin. Magnit rezonans tomografiya avaskulyar nekrozni aniqlashdagi eng aniq va sezgir tekshiruv usuli hisoblanadi. MRT kasallikni suyak cho'kmasdan oldin, eng erta bosqichlarda aniqlash imkonini beradi. Shu sababli chanoqson bo'g'imidagi uzoq davom etayotgan og'riqlarda ko'pincha aynan MRT tavsiya etiladi. Kompyuter tomografiya suyakni qanchalik zararlanganligi va cho'kish darajasini batafsil baholashda yordam beradi. Bu tekshiruv ayniqsa operatsiyani rejalashtirishda foydali bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda shifokor kasallikni sababini aniqlash yoki boshqa kasallikni istisno qilish uchun qon tahlillarini ham tavsiya qilishi mumkin. Ammo shuni unutmaslik kerakki, MRT kasallikni eng erta bosqichlarda aniqlash imkonini beradigan eng sezgir tekshiruv usuli hisoblanadi. Uning sezgirligi 100% gacha yetishi mumkin. Davolash kasallikni bosqich va suyakning qanchalik zararlanishiga bog'liq. Dastlabki bosqichlarda bo'g'imga tushadigan yuklamani kamaytirish, bisfosfonatlar, fizioterapiya, reabilitatsiya mashqlari, qo'ltiq tayoq yoki vaqtincha xassadan foydalanish tavsiya etiladi. Kasallik erta aniqlansa, bo'g'imni saqlab qolishga qaratilgan operatsiyalar bajarish mumkin. Bular suyak dekompressiyasi yoki core decompression deb ataladi. Suyak iligi, bimak yoki boshqa biologik usullar bilan davolash, suyak transplantatsiyasi, ayrim hollarda maxsus implantlardan foydalanish mumkin.
Ammo suyak cho'kib, bo'g'im yuzasi yemirilgan bo'lsa, eng samarali davolash usuli sun'iy bo'g'im, ya'ni endoprotezlash operatsiyasi hisoblanadi. Shuni yodda tutish kerakki, avaskulyar nekroz o'z vaqtida aniqlansa, bo'g'imni saqlab qolish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Bu o'rtacha 80-90% atrofida deyish mumkin. Bo'g'imdagi og'riq bir necha hafta davom etsa, ayniqsa u sababsiz paydo bo'lsa yoki asta-sekin kuchaysa, MRT tekshiruvini kechiktirmaslik kerak. Kasallikning dastlabki bosqichlarida bajarilgan davolash keyinchalik sun'iy bo'g'im operatsiyasini oldini olishi isbotlangan. Avaskulyar nekrozni qanday qilib oldini olish mumkin? Chekish va spirtli ichimliklardan voz keching. Chekish va spirtli ichimliklar suyaklarga qon kelishini yomonlashtiradi va kasallikni rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Keyingisi, steroid dori vositalarini qabul qilishda ehtiyotkorlikni oshiring. Steroid dori vositalari, xususan dexametazon va prednizolon, suyak hujayralarini nobud qilishi isbotlangan. Keyingisi, jismoniy faollikni to'g'ri tanlang. Bo'g'imni zo'riqishlardan yugurish va sakrash o'rniga suzish, velotrenajyor yoki yengil yurish tavsiya etiladi. Shifokor tavsiyalariga rioya qiling. Qo'ltiqtayoq yoki boshqa yordamchi vositalardan tavsiya etilgan muddat davomida foydalanish suyakni cho'kishini sekinlashtirishi mumkin. Belgilar kuchaysa, albatta shifokorga murojaat qiling. Muhim eslatma: avaskulyar nekrozni erta bosqichlarda aniqlash va davolash bo'g'imni saqlab qolishning eng muhim omilidir. Agar shu va shu kabi qiziqarli tibbiy ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizni CAU Med 36 sahifasida kuzatib boring. Bizga sizning sog'ligingiz juda ham muhim.